Kirib yashashga tayyor bo'lgan xonadonimizda tayyor mebel texnikalari bilan birgalikda oshxona qismini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda xolodilnik, kirmoshina, mebellarga e'tibor berasiz. Investorlar uchun ham bu juda ham zo'r variant. Shunda olasiz-u, sirazi 400-500 dollardan arendator qo'yish imkoniyati bor. Bu yerda to'qqiz deganlari, kotyolları joylashgan. Xonadonimiz reshetka, akformli qilib qo'yilgan. Xonadonimiz 63 kvadratdan iborat bo'ladi. Buni qarama-qarshisida hojatxonamizni yaxshi o'lchamda yonida sanuzel qismimizni, sanuzelimiz ham razdeniy bo'ladi. Yangi eshiklardan, yangi aboylardan qilib qo'yilgan. Uni to'g'risida bolalar yotoqxonasi ham bir haftacha bo'lgan. Chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan aboylardan qo'yilgan. Xonadonimizni 5-qavatda bo'ladi, lekin prof nastil qilingan. Bu joylarda agar bilsanglar, xonadonimiz obod makonda joylashgan bo'ladi va uni yonginasida ota-onalar yotoqxonasi ham yaxshigina o'lchamda. Mebel texnikalari hammasi qoldirib ketiladi. Yaqinda mebel olgandilar, akamizni hovli olish maqsadida uyimizdan sotuvga qo'yyaptilar. Bu yerda mana perxoshkamizni ko'rishimiz mumkin. Chiqib ketishdan oldin mana o'ziga qarash uchun oynalari. Bu yerda mana stroyniy shkop qilish imkoniyati bor. Chiroylikini chiqadi. Stroyniy shkop xonadonimiz 3 xonadan iborat bo'ladi. Bu yerda mana zal qismini ko'rishimiz mumkin. Zal qismi ham chiroylikini aboylardan yopishtirib qo'yilgan. Xonadonimizdan bitta radiatorni qo'yib yuborilsa bo'ldi. Tayyor investor uchun shuni olasiz, ijaraga berishga sirazi o'zimizni arendator qo'yib beramiz. Yashnobod tumani Obod makon loyihasi bo'ladi. 5 qavatli dom 5-qavatda joylashgan 69800 baholandi xonadonimizni. Yon atroflarimizda maktab, bog'cha, dvor ichida futbol o'ynaydigan plashatkalari, hamma sharoitlari bor. Uyimizdan Westminstergacha 3-4 minutda yetib olasiz. Shaharga bemalol tez chiqib olasiz. Narxini aytdik. Qiziqqani bo'lsa, nomer bor, telefon qurasizlar.